ناخدك. حبيبتي طيب ما انا يا حبيبتي رح اجي اخدك هلا. عمو من الهلال عماله عم بنصك عشان احنا نقدر نيجي ناخدك. حواليك في دار برصاص. خديني. وين انت هلا محمية؟ بالسيارة. بابا جنبية. خليكي يا عمري بالسيارة. ومن فيها يذكرني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilarim, vatandoshlarim va dindoshlarim. Sog'misizlar, salomatmisizlar va qo'shni davlatlarda meni videolarimni ko'rayotgan barcha qardoshlar, salomatmisizlar. Musofir yurtda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz, Alloh barchalaringizga kuch-quvvat bersin. Aziz obunachilarim, vatandoshlarim, dindoshlarim, menga assalomu alaykum deb yozganlar, barchalaringizga va alaykum assalom. Kommentariyada fikrlarini bildirayotganlar, barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin, hamisha salomat bo'linglar. Boshlagan har bir yaxshi ishlaringizni Alloh bor davomli qilsin. Tanin sahalli bo'lsin hamisha xonadoningizda. Aziz obunachilarim, bu ikkita video kadr qo'yganim. Bu joyda birinchi kadrda qizaloqda bu o'lganiga ancha o'lyapti, lekin buni hozir Barselona shu qizaloqchani поддерживать qilib chiqishgan. Bu qizaloqni rasmini qilishib ko'chaga chiqishgan. Bu qizaloqni eslashib. Bu qizaloq qanday o'lgan? Bu qizaloq Hindistondan bo'lgan, oilaviy Isroil yo'nalishiga qarab ketishayotgan bo'lgan. Isroil bas Falastin yo'nalishiga qarab ketishayotgan bo'lgan. Yevriy sionistlar u mashinaga o'q otishgan. U mashinada bu qizaloqni dadasi bilan ayasi bo'lgan. Sirazi o'lgan, jon berishgan. Akasi bo'lgan. Akasi 10 yosh tevasida bo'lgan, 12-13 yosh bo'lgan. Akasi telefon qilgan. Telefon qilganda doktorga tushgan. Doktorga gapirgan. Shunaqa joyga ketyapmiz. Doktor so'ragan, qayerdasizlar degan. Bilmaymiz-ku degan. Shunaqa joyga yaqinlashganimizda bizga otishdi degan. Sionistlarda aytganda, yevreylar, sionistlar otishdi. Dadam bilan onam o'ldi degan. Sen kim bilansan degan. Men singlim bilanman degan. Degan paytda gapirishayotganda u bolani ham otib o'ldirishadi. Keyin qizaloqcha qoladi. 4 yasharmi, 5 yashar qizaloqcha bo'ladi. U qizaloqchani yupatish uchun doktor ayol astag'firulloh. Odam zo'r o'zini ushlab turar ekan. U qizaloqchani yupatishga harakat qiladi doktor ayol. Yig'lama deydi, hammasi yaxshi bo'ladi deydi. Akasi o'lgandan keyin telefonda o'sha qizcha gaplashib turadi. Iltimos, faqat telefonni o'chirib qo'ymagin dedi. Men bilan gaplashib tur deydi doktor. Doktor gaplashib tur deydi. Qizaloqcha gaplashib turadi. Oxir oqibat o'sha doktor yetib keladi. Uzoqdan ko'rishadi o'sha mashinani. O'qqa tutilgan mashinani doktorlar uzoqda ko'rishadi. Keyin ular harakat qilib baqirishadi. U tomonda sionist yevreylarni askarlari, bu tomonda doktor. Qutqarilmay dod deb yig'laydi doktor. Chunki doktor yetib kelgan paytda qizaloqcha o'tirgan mashinaga
qizaloqcha o'tirgan mashinaga sionistlar buyruq beradi, otishni buyruq beradi. Qarabsizki, u qizaloqcha doktor bu tomondan ko'rib turgan bo'ladi, qizaloqcha u tomonda telefon bilan turgan bo'ladi. Sionistlar u mashinaga shunday otishadiki, u mashinani teshik joyi qolmaydi. Shunchalik o'q tegadi mashinani kuzoviga. U joyda bir 5 sm joy bo'sh joy qolmaydi. 100 mingga yaqin o'q tegadi shu mashinaga. Endi u o'q teganda o'sha telefonni ushlab gaplashtirgan qizaloq jon beradi. Tanasiga nechta ham o'q o'tib ketgan bo'ladi. Mana shu qizaloqni hozir mana Barselona shu qizaloqni qo'llab eslab chiqishdi. Qanchalik yovuz sionistlar o'ldirganini xalqqa ko'rsatishyapti. Bu qizaloqni rasmini qilib. U joyda doktor dod deydi. O'sha qizaloqni qutqaraman degan doktor o'sha yoqqa qarab yuguradi. Uni sheriklari ushlab qoladi, u doktor ayolni. Yo'q dedi. Uni sen ham qutqara olmaysan, lekin sen ham o'lib ketasan dedi. Qaytarib sudrab olib ketishadi doktor ayolni. Qizaloq o'ta jon beradi. Bu ikkinchi kadrda esa g'azolik doktor, bosh professor doktor. Hozirda bu doktor tirik, bu doktor, lekin 100dan 100 o'limiga rozi bo'lib yashaydi bu doktor. Har sekund o'lishni xohlaydi bu doktor. Nimaga desangiz, bu doktorni G'azodagi doktor bu falastinliklarni davolagan doktor bo'ladi. Yaradorlar, kasallar, sionistlar otgan insonlarni davolagan doktor bo'ladi. Bu doktorda oxir oqibati sionistlar, yevreylar ushlab olib kelib, mana necha yil bo'libdiki, 2 yil o'tganmi, 1 yil o'tganmi, hozirgacha har kuni, har sekund qiynab o'tishadi bu doktorni. O'shaning uchun bu doktor har soniya o'limiga rozi bo'lib yashaydi. Bu doktorni o'sha birinchi vrach operatsiya qilayotgan holatida endi ko'ring, hozirgi holatini ko'ring. Tanasini hamma joyini teshib tashashgan. O'ldirishmaydi-yu, qiynashaveradi har kuni bu yevrey sionistlar. Sionistlarning qo'lidan nima ish keladi? Sionistlar qo'lidan chaqaloqlarni o'ldirish keladi. Sionistlar qo'lidan ayollarni o'ldirish keladi. Sionistlarning qo'lidan qariyalarni o'ldirish va maktabni va doktorxonalarni o'ldirish keladi. Bizdaqa mo'safet bolalarga duch kelolmaydi bular, sionistlar, yevreylar. Xudo xolasa vaqt soat keladi. O'shanda inshaalloh hisob-kitob ham bo'ladi. Aziz obunachilar, vatandoshlar va dindoshlar, hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni Allohcha yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum.